Mani tabriklasang bo'ladi. Men o'zimga Paris Saint-Germaindan mana shu xonadonni xarid qildim. Assalomu alaykum azizlar. Deb bitta yaxshi niyat qilib qo'yapman. Inshaalloh sizga ham nasib qilsin bu xonadon. Musiqani eshitilyaptimi? Bu xonadonimiz realniy zo'r xonadon. Olgan odam inshaalloh maza qilib baxtli hayot shu xonadonda kechiradi. Havas qilgan bo'lsangiz bitta like qizartirib qo'ying va yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Inshaalloh ularga yoki sizga yoki kimgadir nasib qilsin yoki menga ham nasib qolar. Qani ilohim amin. Hammaga nasib qilsin. Ko'rayotganlarga like bosib qo'ying. Like tekin-ku azizlar. Kirishimizda bilasiz Paris Saint Jiloy kompleksi juda ham zo'r qurilgan, yashil maydonlari, detski o'yingohlari, parkovka joylariga ega xonadonimizda sotuvda do'stlar. Yashillikka boy Golden House qurgan. Kelinglar uyimizni o'zingiz bitta ko'rib baho bering, videoni oxirigacha ko'ring. Skritchi xolodilnik, mana bular hammasi tosh, pol mebellarimizda krashinni qilingan, krashin mebel bilasiz qimmat turadi. Texnikalarimizda hammasi bo'sh. Uyimizda shuni kirganingizda o'zi zapxini, o'zi hidni, o'zi odamni bu uyda olishga majbur qilib qo'yadi azizlar. Mebellarimizda hammasi chet elniki. Mana bular hammasi turetski toshdan qilingan. Bu yoqqa bitta kelib ko'ring, manzarani ko'ring. Domda o'zi zo'r. Uni ustiga yashillikka boy devorlari juda ham zo'r. Podezlari, liftlari, endi vidni qarang, piramid tower. Yo'lni yuzida joylashgan bu yoqda kaminimiz bor. Endi gullar, televizorlar. Qisqarib aytganda bu joyda o'tirib prosta haqiqiy baxtli hayot kechirasizlar azizlar. Qarang. Fransuzskiy xonadonimiz desak ham menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Chunki fransuzskiy kvartalga fransuzskiy xonadon. Ikkita полноценный sanuzilimiz bor. Keling, birinchisini ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Kirishingiz mumkin. Texnikalar sanuzilimizda ishlatilgan smesителlar hammasi sifatli, guruhga eng zo'rlaridan qilingan. Kafellarimizda italyanskiy kafellar. Endi bu yoqda esa spalimizning ko'rinish holati. Spanskiy qilingan. Endi yostiqlarni qarang, hamma narsasi yetarli. Bu yoqda esa azizlar shkaflarimizda, televizorlarimizda hammasi original televizorlar qo'yilgan. Bu yoqda esa mana ko'ryapsizlar, balkon qismimizda joylashgan. Kelinglar, balkonni ham bitta ko'ringlar. Marhamat. Prosta dahshat. Balkonni qarang, qanaqa chiroyli qilib qo'ying. Kechki salqinda bu yerda o'tirib olib, kofechani olib, pullaringizni hisob-kitob qilib, kimga qancha pul beruvdim? Onasi kelgan, men yozib qo'ygan deb tursangiz, boshqacha nasib qilsin. Inshaalloh. Kim ko'rayotgan bo'lsa, kim yaxshi niyat qilayotgan bo'lsa, hammaga inshaalloh nasib qilsangizlar. Mana bu yoqda esa yana bitta sanuzilimiz, dushovoy qilingan, kabinka qilingan. Endi kafellarga ham ahamiyat berib o'ting. Juda ham did bilan qilingan remont. Bu yoqda esa yana bitta katta spalnimiz, xohlasangiz detskiy xona qiling. Nima xohlasangiz qilsangiz bo'ladi qisqasi. Mana bu yoqda hammasi qilib qo'ygan. Bu xonadonni olgan odam inshaalloh mana bu Rolls-Royce kattasini sotib olsin. Do'stlar, uyimizda 90 kvadratni tashkil qiladi. Paris Saint-da joylashgan Golden House 7-etaj turimizda, skvoznoy kvartiramizda sotuvda. Narxi keladigan bo'lsa 295 ming so'rovimizda, full upakovka, hech kim yashamagan yangi kadastr hujjatlari joy-joyda sirasi notarius qilib berib yuboramiz. Niyat qilgan bo'lsangiz like bosib qo'ying. Niyat qilgan yaqinlaringiz bo'lsa, ularga maksimal tarqatib repost qo'ying. O'zingiz ehtiyot qilinglar. Bunaqangi zo'r xonadonlar o'tkazmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib olinglar, birinchilardan bo'lasizlar. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsangizlar, ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr.